Salom. Bugun sizlar bilan nega farzandingiz gijjalardan xalos bo'la olmayotgani haqida gaplashamiz. Gijja va parazitlarning juda ko'p turlari mavjud bo'lib, ulardan eng ko'p tarqalgani askarida va astritsa hisoblanadi. Ostritsa asosan tunda, bola uxlayotganda faollashadi va bolaning orqa teshigi atrofiga tuxum qo'yadi. Tuxum qo'yish paytida juda kuchli qichishish paydo bo'ladi va bu bolaning nerv tizimiga ta'sir qilib, bola tishini g'ichirlatishni boshlaydi. Albatta, kuchli qichish vaqtida bola o'zi bilmagan holda orqa sohani qichiydi va astritsa tuxumlari bolaning tirnoqlari orasiga tushadi. Agar bola tirnoqlarini tishlasa yoki qo'lini og'ziga solsa, unda astritsa yana organizmga qayta tushadi va u tanadan chiqib ketishi qiyinlashadi. Astritsa mavjudligining asosiy belgilari orqa teshikda qichishish, tish g'ichirlatish, asabiylik va ishtahaning pasayishi. Askariyda esa organizm bo'ylab harakatlanadi. U asosan og'iz orqali ichakka kiradi va hatto nafas yo'llariga ham o'tishi mumkin. Shu sababli bolada uzoq davom etuvchi yo'tal, allergiya holatlari ham kuzatiladi. Asosiy belgilari qorin og'rig'i, ozib ketish, holsizlik, quruq yo'tal kabi holatlar. Bunday parazitlarning keng tarqalishining asosiy sababi ularning organizmda qayta-qayta aylanib yurishidir. Shuning uchun farzandingiz gijjalardan xalos bo'la olmayapti. Ulardan xalos bo'lish uchun qo'lni tez-tez yuvish, tirnoqlarni kalta tutish, ichki kiyimni toza saqlash va qo'lni og'izga solishni kamaytirish juda muhim. Lekin bu gijjalar oson yo'qoladigan turlardan emas. Shuning uchun men sizlarga Rikki mahsulotini tavsiya qilaman. Bu mahsulot organizmni toksinlardan tozalaydi, gijja va parazitlardan xalos qiladi, immunitetni mustahkamlaydi, tunda tinch uxlashga yordam beradi. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot olish uchun tavsifdagi havola orqali o'ting. Agar ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.